umuman olganda ekologik muammolar deganda Markaziy Osiyo mintaqasida birinchi bo'lib xayolga albatta Orol dengizi muammolari keladi. Hozirda mana bu stend, birinchi stendimiz ham aynan Qoraqalpog'iston Respublikasiga bag'ishlangan. Biz ham bu yerga kelib mutaxassislarni suhbatga chorlashga harakat qilamiz. Mana yaqinlashib qoldik. Stend juda ham chiroyli tashkillashtirilgan. Siz ham hozir buning guvohiga albatta aylanasiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mana eng katta muammolardan biri bu albatta Orol dengizi bilan bog'liq muammo. Aynan shuning uchun tomoshabinlarimizga bu haqda batafsil ma'lumot berish uchun sizni oldingizga keldik. Assalomu alaykum. Avvalambor bizni shu выставкамizga xush kelibsizlar. Mana Qoraqalpog'istonda hammangiz bilasizlar, hurmatli prezidentimiz shu OON tribunasidan chiqib bir necha marta Orol muammosi to'g'risida aytdi. Mana yerlarning sho'rlanishi, Orol dengizidan shu tuzlarning ko'tarilishi haqida mana bugun выставкада bugun ham shu Orol dengizi atrofida, Orol dengizining o'zida ishlayotgan ishlarimizni ko'rsatish, shu yangi yondashishlar, innovatsion texnologiyalarni qo'llanishi, yashil iqtisodiyot bo'yicha qilinayotgan ishlarimizni ko'rsatish uchun qatnashganmiz. Hozirgi vaqtda juda ko'p chet el organizatsiyalari bizga mana qiziqish bildiryapti. Birga ishlash bo'yicha mana yerni degradatsiya bo'lishini oldini olish bo'yicha, shu qanday qilib shu sho'rlangan vaziyatlarda qishloq xo'jaligini olib borish mumkin, shu ekologiyani yaxshilash bo'yicha ko'plagan takliflar tushyapti. Mana ko'rsatib berishim mumkin bugungi выставкамizda bu yerda akvakultura qilingan. Biz OON bilan birga qo'shma proyekt qilganmiz. Suvni bir necha marta foydalanish bo'yicha o'simliklarga, masalan, birinchi baliqni ko'paytirish bo'yicha baliqdan chiqqan suvni o'simliklardan chiqqan undan keyingisini удобрениyaga qo'llanish. Bu yashil iqtisodiyotga tekar bo'ladi. Suvni bir necha marta qo'llash bo'yicha. Keyin qolaversa mana suvda ko'rib tursiz, sho'rlangan suvlarimizda Orol dengizining suvida bilasizlar Artemiya qurtlari ko'payiladi. Uni urug'lari juda eksportbop mahsulot bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar, bu yerda suvni sho'rlanishi 200 grammga yaqin 1 litrda, lekin shu Artemiya qurtlari ko'payib, har yili Qoraqalpog'istondan 2000 tonnagacha shu Artemiya qurtlarining urug'lari eksport qilinadi. Bu 20 million dollarga undan ham ko'proq summa hisoblanadi. Qolaversa mana Oroldagi suvni vaziyatini ko'ryapsiz. Sho'rlangan drenaj sistemalaridan chiqqan suvlarni qanday foydalanish, o'simliklarni ko'paytirish, fitoplanktonlarni ko'paytirish bo'yicha, qolaversa mana saksovullarni xumlarga ekish bo'yicha proyektlarimiz bor. Bugungi kunda mana hurmatli prezidentimizning inisiativasi bilan 2 million gektardan ko'p yerlar saksovul, xandin, sirin o'xshagan o'simliklar ekilib, shu sho'rlangan yerlarda changlarning tarqalishini, tuzlarning tarqalishini oldini olish bo'yicha katta ishlar olib beryapti. Qolaversa mana Aquapower juda katta proyekt, bu shamol energiyasidan foydalanish bo'yicha bizda Qoraqalpog'istonda qurilyapti. Juda yirik proyekt bo'lib hisoblanadi. Aquapower tarafidan amalga oshirilayotgan proyektimiz. Qolaversa mana quyosh energiyasidan foydalanish, smart texnologiyalar, mana yashil iqtisodiyot tekarda qilingan, ishlab chiqarilgan bizlarning produksiyalarimiz, har xil cho'lga chidamli urug'lar, masalan, uni ustidan ham ishlayapmiz. Mana Dubayni rivojlantirish fondi, IGBA bilan birgalikda, Germaniyaning birga ishlashi jamiyati GIZ bilan birgalikda qilinayotgan proyektlarimiz bu yerda. Keyin Xitoyning Xinjiang instituti bilan birgalikda ishlayotgan, bilasiz, Xitoyda Xinjiang bizga Qoraqalpoqqa o'xshagan shariatda shu qishloq xo'jaligini olib boryapti. Bu bo'yicha ham cho'l o'simliklarini ko'paytirish, galafitlarni ko'paytirish bo'yicha, tuzga chidamli qishloq xo'jaligi unumlarini ko'paytirish bo'yicha ham bir qancha loyihalarni amalga oshiryapmiz. Bu yerda hamma ko'rib turganingiz shu Qoraqalpoqda amalga oshirilayotgan loyihalar, mana broshuralarimiz qo'llariga har bitta loyiha bo'yicha informatsiyalar yig'ilgan, ko'plagan mana chet el organizatsiyalari yana ham mana birga loyihalar qilish bo'yicha qiziqtirish bildiryapti. Sababi saksovulni, boshqa cho'l o'simliklarini suvsiz, hech qanaqa suv qo'llanmasdan o'stirish shu faqatgina bizdagina bor texnologiya. Bu juda ta'jiblanadigan narsa. Sababi hech qanaqa suvsiz cho'lda shu ko'paytirishni, o'stirishni yo'lga qo'yilgan. Qoraqalpog'iston Orol dengizi o'ltanida bu 2 million gektar deganimiz bu juda ko'p territoriya hisoblanadi. Men o'ylayman, har bir inson uchun bu qiziqli loyihalar bo'lsa kerak deb. Uning qandaydir siri bormi? Olishasizmi boshqalarga?
Albatta bo'lishamiz. Bu o'zimizdan mana olimlar tomonidan ishlab chiqilgan shu birinchi katta transheylar qazilib, shu vlagani, qarni, yomg'irni, qish bilan yomg'irni akkumulyatsiya bo'ladi yerning tagiga, erta baharda shu ko'chatni olib kelib ekilib, hech qanaqa suv quymasdan ko'paytirib, ming gektarlab ko'paytirish bu o'zimizda ishlab chiqarilgan texnologiya bo'lib hisoblanadi. Shuncha katta loyihalar bor, investitsiyalar bilan bog'liq muammolar yo'qmi? Investitsiya bilan bog'liq muammolar yo'q. Bu bo'yicha mana hukumatimiz O'zbekiston Respublikasi hamma shart-sharoitni yaratib bergan, hamma davlatlarga yo'llarni ochib bergan. Bugungi kunda biz mana Yaponiya bilan birgalikda, Germaniya bilan birgalikda, Xitoy bilan, arab davlatlari bilan birgalikda qo'shma loyihalar qilyapmiz. Masalan, 1000 ga yaqin o'simliklarni turini ustidan ishlayapmiz. Bizni xalqaro innovatsiya markaziga bir kelsangizlar taklif qilamiz. Juda ko'p loyihalarni o'zlaringiz ko'zlaringiz bilan ko'rib, platformalarni ko'zlaringiz bilan ko'rsangiz bo'ladi. Suvlanish oqibatlari albatta aholining sog'lig'iga ham ta'sir qilishi mumkin. Bu borada qanday choralar ko'rilmoqda sog'liqni saqlash tizimida? Endi avvalambor eng bilasizlar, bizda Qoraqalpoqqa Amudaryo kelaman degan 2600 kilometr yerdan keladi. Suvlarimiz sho'rlangan. Birinchidan mana maktablarga, shu больницаларga, detsadlarga shu loyihalar davlat tarafidan loyihalar qilinib, shu filtr ustanovkalar, suvni tozalash uskunalari birinchi o'chirda qo'yib berilyapti. Qolaversa, mana shu bolalarni, yoshlarni sog'lig'ini yaxshilash bo'yicha ham ko'pgina loyihalar Qoraqalpog'iston uchun, bizning Qoraqalpog'iston uchun amalga oshirayotgan loyihalarning soni ko'p. Keyingi yillari ko'plagan mana katta klinikalar yoshlar bo'yicha, shu sog'liqni saqlash bo'yicha juda ko'p loyihalar amalga oshirildi. Bu hurmatli prezidentimizning inisiativalari shu Qoraqalpoqqa degan mehri, Orol dengizida degan mehri har bir insonni quvontiradi. Sababi masalan bitta Mo'ynoqda ko'rsangizlar bo'ladi, 10 yil avval qanday edi, bugun qanday. Sababi madaniyat Mo'ynoqdan boshlanadi degan prezidentimizning so'zlari bor. Shunga bugungi kuni Mo'ynoq shahri bir timsol bo'lib bizga xizmat qiladi deb o'ylayman. Bu ko'rgazmaning hissasi qanday bo'ladi sohaga? Avvalambor bizlar uchun bir katta platforma bo'lib hisoblanadi. Sababi mana Qoraqalpoq regionini, umuman O'zbekistonda qilinayotgan ishlarni ko'rsatish, O'zbekistonni ekologiya sohasida qilinayotgan shu O'rta Osiyoda butun kerak bo'lsa butun dunyodagi rolini ko'rsatishni bir yo'li bo'lib hisoblanadi. Qolaversa, mana chet el olimlari bilan birga, xalqaro shu organizatsiyalar bilan birga ishlash uchun bir katta platforma bo'lib hisoblanadi. Sababi biz muammolar to'g'risida gaplashamiz, specialistlar o'rtasida gaplashiladi. Hozirning o'zida mana kecha Germaniya bilan birgalikda, JITED bilan birgalikda, Dubayni rivojlantirish fondi bilan birgalikda, qolaversa shu Xitoy olimlari bilan birgalikda bir necha muzokaralar bo'lib o'tdi. Kelajakda biz shu regionimiz uchun, O'zbekiston uchun shu ekologiya sohasida katta proyektlarni ishlash uchun o'zlarimiz bir kelishimga kelib oldik. Sababi har tarafda ham qiziqtiradigan savollarimiz bor. Dunyo yuzida mana isishi, klimatning o'zgarishi, muzlarning erib ketishi bu hammani ham o'ylantiradigan savol bo'lib hisoblanadi. Bu bo'yicha O'zbekiston keyingi yillari shu lokomotiv, poyezdning oldida yuradigan tarqish lokomotivga aylanib bormoqda. Buni har bitta inson ta'kidlamoqda. O'rta Osiyoda ekologiya sohasida shu O'zbekiston eng yetakchi rolni bugungi kunda olib kelyapti deb aytsa xatolashmagan bo'lardi. Rahmat kattakon sizga ajratgan vaqtingiz uchun. Umid qilamizki, rostdan ham ushbu ko'rgazma sohadagi rivojlanishga o'z hissasini qo'shadi. Aziz do'stlar, bu stendlarning biri edi xolos. Ko'rgazma doirasida juda ham ko'plab mana bunday chiroyli, bir-biridan go'zal va qiziqarli bo'lgan stendlar bor. O'zingiz ham bu yerga kelib, buning guvohiga aylanishingiz mumkin bo'ladi. Siz xoh olim, xoh faol, xoh oddiygina o'sha atrof muhit masalalari bo'yicha ish olib boruvchi mutaxassis bo'lsangiz ham bu yerda o'zingiz uchun albatta qiziqarli narsani topa olishingiz mumkin bo'ladi. Biz esa bu ko'rgazma haqida batafsil ma'lumotlarni kun davomida yana sizning e'tiboringizga uzatishda davom etamiz va albatta yangiliklar sonimizda bu haqda batafsil ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. UzReport TVda qoling. Rahmat.